Media Magnat kanalining qadrdon muxlislari, assalomu alaykum. G'oyibona bo'lsa-da sizlar bilan diydorlashib turganligimizdan bag'oyatda shodmiz. Jahon tarixida ko'plab buyuk insonlar, olimlar, yozuvchilar, ixtirochilar, rassomlar va boshqalar o'tgan. Ularning hayot yo'li nafaqat darslik va qomuslarda, balki kinematografiyada ham o'z aksini topgan. Ilmga bo'lgan g'ayratingizni oshirish va yangi loyihalar yaratishga ilhomlantirish uchun buyuk insonlar hayoti tasvirlangan film va seriallarni to'pladik. Biz esa boshladik. Steve Jobs yo'qolgan intervyu 2012-yil. Filmda 1995-yilda suratga olingan Steve Jobsning jurnalist va teleboshlovchi Robert Krillingga bergan intervyusi namoyish etilgan. O'sha paytda Apple hammuassisasi ishtirok etgan dastur efirga chiqqan, biroq qisqartirilgan ko'rinishda. Ammo yillar o'tib yo'qolgan deb hisoblangan yozuvning bir qismi rejissyor Paul Senning garajidan topiladi. Stephen Hawking olami 2014-yil. Fizika talabasi Stephen Hawking va kelajakda san'atshunos bo'lmoqchi bo'lgan Jane Oiltning muhabbat qissasi. Film bir lahzada hamma narsa o'zgarib ketishi mumkinligi haqida hikoya qiladi. Dastlab siz baxtli, intiluvchan, dunyoni anglashga chanqoq yosh olimsiz. Keyinchalik esa dahshatli tashxis tufayli hayotingiz uchun kurashga majbur bo'lgan insonga aylanasiz. Bu og'ir davrda Jane olimning suyanchig'iga aylanadi. Daho 2017. Serialda nisbiylik nazariyasini yaratib, tarixga kirgan fizik Albert Einsteinning hayoti haqida hikoya qilinadi. Film voqealari o'qituvchilari ishonmagan, iste'dodsiz deb hisoblagan odam haqida so'zlaydi. Ammo bu uning buyuk bo'lishiga to'sqinlik qila olmaydi. Leonardo 2021-yil. Serialda Leonardo da Vinci va model Katerina de Kremenning munosabatlari haqida so'z boradi. Voqealar bir rasmning yo'qolishi va qizning o'ldirilishi fonida kechadi. Bu fojiada rassom ayblanadi. Tergovchilar vaziyatni aniqlamoqchi bo'lib, Leonardoni so'roq qilayotganda uning hayoti va ijodining muhim bosqichlari namoyish qilinadi. Oppenheimer 2023. Ikkinchi jahon urushi davrida yadro qurolini yaratish ustida ishlab, Manhattan loyihasiga rahbarlik qilgan fizik Robert Oppenheimer haqidagi keskin syujetli drama. Olim o'z ishlanmalari tufayli atom bombasining otasi degan nomga ham sazovor bo'lgan. Tetris 2023. Sujet markazi Tetris nomli mashhur o'yinni o'ylab topgan dasturchi Aleksey Pajitnev turadi. Bu o'yin Las-Vegasdagi ko'rgazmada taqdim etilgach, amerikalik tadbirkor Hank Rogersning e'tiborini tortadi. Bizdan shunaqa. E'tibor uchun rahmat. Media Magnat kanalidan uzoqlashmang.